alaykum qadri baland qadrdonlarimiz. Tinglab turganingiz g'oyibona bo'lsa-da, mehr va quvonch ulashib kelayotgan Dil izhorlarim tabrik loyihasi. Sizlar bilan ushbu loyiha boshlovchisi, ko'ngilga yaqin ko'ngildoshingiz men Mahfuza Narzulayevna. Bugun o'z tavallud kunlarini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni chin qalbimizdan samimiy muborakbod etgan holda loyihamizga kelgan galdagi tabriknomalarni o'z egalariga yetkazishda davom etamiz. Bugun Bulung'ur tumani Sariqpichoq mahallasida istiqomat qilib keluvchi oilasining suyangan tog'i bo'lgan Shodiyor akamiz o'zlarining muborak 39 yoshlarini qarshi olibdilar. Shu munosabati bilan qadrdon o'rtoqlari tomonidan yo'llangan ajoyib tabriknomasini yetkazib qo'yamiz. Allo, assalomu alaykum. Shodiyor aka bilan bog'landikmi? Akajonim, salomatmisiz? Bezovta qilib qo'ymadikmi? Ayni damda Dil izhorim Telegram tabrik jamoasidan bezovta qilmoqdamiz akajonim. Sizni bugungi shukronalik kuningiz munosabati bilan sizning nomingizga ajoyib tabrik va dilnomalar yetib kelgan akajonim. Avvalambor sizni bugungi shukronalik ayyomingiz qabul etilgan 39 yoshingiz bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Ilohim umr yo'llaringiz, qilgan solih amallaringiz yaqinlaringizning mehr muhabbati ila yorug' va ravon bo'lsin. Ilohim bunday ishlarning ko'pini ko'rib, hamisha yaqinlar ardog'ida suyukli bo'lib yuring akajonim. Tashakkur akajonim, sizni bugungi shukronalik ayyomingiz munosabati bilan ko'nglingizni oz bo'lsa-da ko'tarish maqsadida o'zlarining ajoyib tabrik va dilnomalarini yo'llagan mehribon insonlaringiz kim bo'lishlari mumkin akajonim? Bitta taxmin qilib ko'ring akajonim, eng qadrdon insonlaringizdan. Akajonim, keling, men sizni qiynamasdan o'zim aytaman. Sizni mehribonlaringiz, qadrdon do'stlaringiz Javlonbek aka, Anvarjon aka, Orifjon aka, Zayniddin aka, Shuhrat aka, Jamshid aka, Hamid aka, Ilhom aka, Turg'unboy aka, Asliddin aka, Zokir akalar nomidan sizni eng qadrdon do'stingiz Javlonbek aka sizni bugungi shukronalik ayyomingiz bilan chin yurakdan muborakbod etmoqdalar akajon. Tashakkur akajonim, boringizga shukrlar bo'lsin. Hamisha mana shunday yaqinlar ardog'ida, do'stlar ardog'ida suyukli bo'lib yuring ilohim. Tashakkur. Ilohim. Akajonim, qimmatli vaqtingizdan 2-3 daqiqasini ajratsangiz, sizga mehribon do'stlaringiz tomonidan yo'llangan ajoyib tabriknomasini yetkazib qo'ysak. Tashakkur. Assalomu alaykum. Biz uchun aziz va qadrli bo'lgan qadrdonimiz, do'stimiz, seni bugungi shukronalik ayyoming qabul etilgan 39 yoshing bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Ilohim umring uzoq, rizqing butun bo'lsin. Doimo Allohimning panohida bo'l. Kelajakda nimaiki orzu niyatlaring bo'lsa, barchasiga erishib, ilohim farzandlaringning rohatlarda ko'rib yurgin. Ishlaringga bundan-da ulkan zafarlar yor bo'lsin. Bizni baxtimizga, oilang baxtiga hamisha aziz bo'shing, omon bo'lsin. Qalbingda aslo g'am, alam, ozor ko'rmasin. Allohim doimo yuzingni yorug', martabangni bundan-da ulug' qilsin. Rabbim senga kutganingdan-da xayrlisini, so'raganingdan-da afzalrog'ini ato etsin. Ilohim o'rtamizdagi mana shu qadrdonligimiz hech qachon uzilmasin. Biz seni hamisha hurmat qilamiz, qadrlaymiz hamda yaxshi ko'ramiz. Ko'rsang qalbingga oro kiradi. Dardlashib chiqasan to azongacha, yoshlikda ne bo'lsa aytib beradi. Do'stlar davrasining gashti boshqacha, namoyon bo'ladi o'tgan kunlaring. Qachon yig'laganing, qachon kulganing, eslatib qo'yadi qachon kelganing. Do'stlar davrasining gashti boshqacha, ko'chada sang'igan kunlar yod etar. O'tgan dam eslatib ko'ngling shod etar. Qishloq ko'chalari zavqin yod etar. Do'stlar davrasining gashti boshqacha deya mana shunday ajoyib dilnomalarni siz tomon yo'llabdilar akajon. Tashakkur.
Tashakkur akajon. Boringizga shukrlar bo'lsin. Hamisha o'rtalaringizdagi do'stligingiz bardavom bo'lsin akajonim. Barcha yaqinlaringiz baxtiga, oilangiz baxtiga, aziz boshingiz omon bo'lsin. Nimaiki orzu-niyatlaringiz bo'lsa, barchasiga erishib yuring ilohim. Rabbim sizni o'zining go'zal baytiga takror va takror chorlab, hojatalik maqomiga loyiq qilsin ilohim. Ilohim akajonim agarda sizning ham qadrdon o'rtoqlaringizga, yaqinlaringizga salomlaringiz bo'lsa, yo'llashingiz mumkin. Endi shu do'stlar bilan birdan aytishim mumkin. Ular bilan qiyin, o'rtoqlarim hammasi. Hammasiga baxtli bo'lsin. Ilohim. Tashakkur akajonim, ilohim. Qadrdon do'stlaringizning sizga bo'lgan mehri, muhabbati hamisha bardavom bo'lsin. Qadrdonliklaringiz bardavom bo'lsin akajon. Tashakkur akajonim, ko'nglingizga oz bo'lsa-da yaxshi kayfiyat ulashgan bo'lsak mamnunmiz. Xursand bo'ldim. Kuni bilan hamma tabriklayman. Xursand bo'ldim. Do'stlarga boshqacha qarab. Albatta akajonim. Tashakkur. Kun davomida mana shunday a'lo kayfiyat sizni hech qachon tark etmasin. Tug'ilgan kuningizni yaxshi kayfiyatda, yaxshi insonlar davrasida o'tkazib oling akajonim. Rahmat sizga katta. G'oyibona sifatimdan mamnunman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tashakkur. Kelinglar davraga aziz mehmonlar, aka-yu ukalar, opa singillar. Davrani keng oling ey qadrdonlar. Bugun do'stimning tug'ilgan kuni. Davrani keng oling ey qadrdonlar. Bugun do'stimning tug'ilgan kuni. Tabriklaymiz tug'ilgan kuni. Do'stim shirin, baxting muborak. 100 yil yasha, istaydi barcha. Omad yor bo'lsin senga. Tabriklaymiz tug'ilgan kuning. Do'stim shirin, baxting muborak. 100 yil yasha, istaydi barcha. Omad yor bo'lsin senga. Dil obod anglading shuni, kuni baxtli kechsin, shod o'tsin tuni. Chin dildan tabriklab qutlaylik uni. Bugun do'stimning tug'ilgan kuni. Chin dildan tabriklab qutlaylik uni. Bugun do'stimning tug'ilgan kuni. Tabriklaymiz tug'ilgan kuni. Do'stim shirin, baxting muborak. 100 yil yasha, istaydi barcha. Omad yor bo'lsin senga. Tabriklaymiz tug'ilgan kuning. Do'stim shirin, baxting muborak. 100 yil yasha, istaydi barcha. Omad yor bo'lsin senga. Tabriklaymiz tug'ilgan kuning. Do'stim shirin, baxting muborak. 100 yil yasha,
istaydi barcha. Omad yor bo'lsin senga. Tabriklayman.